Hammaga assalomu alaykum bolalar. Bugun realniy razbor qilamiz. Nimaga abuzer Asalboy tug'ilgan kuniga chaqirmadi? Siz nima deysiz aka? Iban qara. Aslanmi? Bir kun oldin gaplashganimda aytuvdi. Toshkentga borish planim yo'q, 20-nechinchidirlarda boraman degan. Bu birinchi fakt. Ikkinchi fakt, men Aslanni chaqirsam, Aslamga deb obloshka yasattiraman, kiyim zakaz qilaman, hamma narsa qilaman. Prosta soat 11larda, "Bila, bu uxlab qolman" degan javob olaman. Sen nima deysiz? Nima o'zimga aytaman? Bu bola menga tug'ilgan kunligini aytmadi. Agar bu menga tug'ilgan kuni, men shu kuni deganda men 100% kelardim. Chunki men tug'ilgan kunimga ham 12da kechqurun bo'lsa ham kelgan, ham padarga bergan. Qanday men u narsadan отказ qilishim mumkin? Любой ishimni uyqumda tashlab bo'lsa kelardim. Lekin meni chaqirgani yo'q tug'ilgan. Yo'q. Sen nima deysiz? Yo'q. Xo'p, kim itok razbor qilamiz? Man praf itok, man praf. Kelish kerak. Tug'ilgan kuniga chaqirmaganmi? Qara, men buni tug'ilgan kunligini o'zim bilganman. Bu menga Bu taqim, bu menga